Bunyodbek ustani jalb qilib keldim men. Nimaga deng? Konsert beryapman deb aldayapti xalqni bu. Bunyod Saidovning konserti mana bugun qaysi viloyatdan keldi? Biz qo'shni davlatdan Qirg'izistondan keldik. Qirg'izistonning O'sh shahri Aravon degan rayondan keldik. Onam bilan juda havas qilamiz. Necha yildan beri ko'rmoqchi bo'lganmiz. Farg'onaga yaqinga kelib qolganligi uchun chegaradan o'tib sirazu kela qoldik bu yerga. Bunyod Saidovning eng yoqqan qo'shig'i qaysi? Endi o'zi aslida hamma qo'shig'ini yaxshi ko'ramiz. Kichkinalikda shu xorazmchaga o'ynab, o'zi xorazmlik emasmiz, lekin juda yaxshi ko'rganimiz uchun любой qo'shig'ini yaxshi ko'ramiz. Bunaqa alohida tanlangani yo'q. Hammasi bizga yoqimli. Bitta qo'shig'ini xirgoya qilib beraverasizmi? Goya qilishga yo'q, ovozim yo'qda. Emasam qilib berar edim. Qayerdan keldingiz? Samarqanddan keldim. Ataylar Bunyodbek Saidov konserti uchun Samarqanddan. Bunyodbek ustani jalb qilib keldim men. Nimaga deng? Konsert beryapman deb aldayapti xalqni bu. To'y qilyapti bu, har kim to'y qilib beryapti. Shuni aytish uchun keldim. Meni yorim aldaqchi, o'zi aldaqchi o'zi asli Bunyodda. Bunyod Saidovning eng yoqadigan qo'shig'i qaysi? Hamma qo'shiq yoqmaydigan qo'shiqning o'zi yo'q. Hammasi yoqadi. Uzumsan, qara kishmish uzumsan, qara parang qizlarni eng sarasi o'zingsan. Bunyod Saidovning shogird ekansiz. Shunaqa ustozim. Qaysi viloyatdansiz? Biz Namangan viloyatidan. Ustozingizning eng yoqadigan qo'shig'i qaysi? Biz Marjona qo'shig'ini ko'proq yaxshi ko'raman ustozimni. Bugun yana keldim seni uchratgan joyiga, lekin sen yo'qsan afsus, ketib qolding qayga. Bunyod Saidovning muxlisisiz? Ha? Necha yoshsiz? 7 yosh. Qayerda, qaysi viloyatdan keldingiz? Farg'ona. Bunyod Saidovning qaysi qo'shig'i yoqadi sizga? Toshga malak Feruza Bonash qo'shig'i. Yaqinda nevara ko'rdim, nevaram otini 1 oylik bo'ldi. Bunyodbekga qo'ydim. Tan-joni sog' bo'lsin. Qayerdan kelyapsiz, xola? Marg'ilonda Qorajidadan. Eng yoqadigan qo'shig'i qaysi Bunyod Saidov? Hamma ashulasini yaxshi ko'raman. Onajonim deganimdan ham yaxshi ko'raman. Mahallaga yurtimiz tinch bo'lsin. Yana shu kunlarga qatorimizdan xatomi yana kelaveraylik.